Tashqari manzarani ko'rib turibsiz. 8 qavatli elitli yangi yashil dom 8-qavatda biza ustilarini leksan qilib yopganlar. Ana bu joyni ko'rib turibsiz, juda ham chiroyligina qilib sharoit yaratib qo'yibdilar. Ana bu joyga alohida baho berasiz. 100 metr kvadratga iborat bo'lgan xonadonni obzor qilib chiqganimizda narxiga keladigan bo'lsak, narxi $68,000 so'ralyapti. Agar niyat qilgan bo'lsangiz, ayamasdan like bosib, yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ying, zero sizga ham kamida shunaqa xonadonlar nasib bo'lsin. Asosiy eshikdan kirganimizdan bizda anaqa atmosfera paydo bo'ladi, ana. Ko'rishingiz mumkin. Общий katta-ko gостевойimiz bu joyda bo'ladi. Birinchi xonamiz, kattalar yotoqxonasi. Spalniy garnituralarni jihozlab qo'yibdilar. Gazdan, svetdan, suvdan, liftdan hech qanaqa muammosi yo'q. Ochiq balkoniga ham ega, 1 ga 2 devorlarda mo'ysha bo'yli qilingan, u yoqda esa 100% laminat bo'lgan. Ana bu joyda bo'ladi bizani ikkinchi xonamiz, kichkina to'ylar yotoqxonasi ana. Tayyor holatda kirasiz, maza qilib yashaysiz. Ana bu joyimiz bo'ladi bizani san uzunimiz, to'liq kafil terilgan. $68,000 so'rayaptilar uy egalari. Yana kelsangiz uy ustida bemalol savdolashib olish imkoniyatiga egasiz. To'liq kuxni naborlar qo'yilgan, kuxni naborlarni qolgan narsalarni qo'yib beradi, vitishka gaz plitalarini ham. Ana bu joyga lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yo'q qo'lingizda hunaringiz bo'lsa, yo'q qo'lingizda pulingiz bo'lsin deydi. Hunar bor odamga pulni berdilar, shu narsani tashkillashtirib berdilar. Manzil bo'lyapti Buxoro shahar, Terakzor restorani lokatsiya qilib kelsangiz bo'ladi, 8 qavatli. Elitli yangi domimiz 8-qavatda 100 metr kvadratga iborat xonadon sotuvga chiqdi. Gorgaz territoriyasidan puli yengilroq yetmaganiga ikkilamchi kredit asosida xarid qiladigan xonadon topib bering degan uchun zo'r taklif bo'ladi. 7 qavatli elitli dom, 7-qavatda biza kadastr hujjat bo'yicha 2 xonalik deb berilgan. $18,000 pul bo'lsa, shu xonadonni ipoteka orqali ham xarid qilasiz. Ana bo'ladi bizning birinchi xonadonimiz. Ko'rishlaringiz mumkin, birinchi xonamiz. Tayyor holatda, u yoqda 100% laminat qilingan, radiatorlar qo'yilgan. Aniq lokatsiyasini ko'rsating degan uchun ana bu Gorgaz Sofiya domining o'zginasi. Bu tarafimizda Gorgaz Choraxa, bu tarafimizda esa Natsionalniy bank. Qizil g'ishli dom ko'ryapsizlar. Gazdan, svetdan, suvdan, kadastr hujjatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Bu xonadonni 42,000, 41,000 demaymiz. Bo'ladigan narxini aytaman, siz ham like bosib kanalga obuna bo'lasiz. Buni narxi Buxoro kanalida $39,000 so'raladi. Ana sizga taklif. To'g'rimizda bo'lyapti, san uzunimiz. San uzunni ko'rishingiz mumkin. $39,000 dechiga ana bu joyda kir yuvish mashinasi va moykasini ham qo'yib beraman debdilar. Xo'p, bu joyimizda esa ikkinchi xonaga o'tib olamiz. Ana bu kuxnyamiz bo'lyapti, qarang. Настольный gaz plita, vitishkalarni ham qo'yib beradilar. Kadastr hujjat bo'yicha 2 xonali deb berilgan. 42 metr kvadratdan iborat, narxi $39,000 so'raladi. $18,000 pul bo'lsa, ipoteka orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Biz faqat taklif beramiz, tanlovni o'zlaringiz hal qilsa, manzil Buxoro shahar, Gorgaz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalga albatta obuna bo'ling. Juda ham bir go'zal bo'lgan xonadonni obzor qilishga kelganman. Juda ham chiroyli va fayz barakatli ekan. Kirganimizdan darvozaxona qismi mana shuni o'zi, kak xonaday bo'lyapti. Ana ko'rishlaringiz mumkin, asosiy darvozaxona qismimiz. Gazdan, svetdan, suvdan, kadastr hujjatdan hech qanaqa muammo yo'q. Elektromobilingiz bo'lsa, elektromobil ustroysili uстановка qilingan, ko'rishingiz mumkin. Ana bu joyda sanuzlarimiz alohida holatda. Ana bu joyda esa yuvinish xonamiz. Juda ham bir fayz barakatli insonlar yashab turibdilar. Issiqlikni двухкомнатный котел beradi. Sotishga majbur biza, pul kerakligi uchun sotamiz debdilar. Aynan bu xonadonni siz kredit orqali ham xarid qilishingiz mumkin yoki-da kvartirangiz bo'lsa, barter qilishingiz ham mumkin. Kvartira qayerdan bo'lish kerak deydigan bo'lsangiz, faqat 6-mikron territoriyasidan bizga xonadon kerak, yangi domdan deyaptilar. Mana bu joyimiz zalimiz. Zalimiz ham zal. Mashalloh, kamida hammaga shunaqa uchastkalar nasib qilsin. Rostini aytaman, butun orzularni shu uchastkaga tikkanlar desam ham bo'ladi. O'zlari havas qilib shu imoratni ko'targan ekanlar. Hech narsadan pul ayamagan, ko'rib turibsiz. Tayyor holatda kirasiz, maza qilib yashaysiz. Narxi $95,000 so'rayapti. Yana kelsangiz o'tib beradigan joylar bor. Ba'zi bir jihozlar qo'yadi, past 90% narsalar qo'yapti. Arzimagan narsalarni olib ketyaptilar. Nima deydigan bo'lsangiz, ana shu kunlarim olib ketaman debdilar. O'z kunlar tursa shu 1 million turar. Ito ana bu joyda buni qarang, xaldaning qimmatligini qarang. Bir $500, $600 dan kam turmaydi. Ana bu joy juda ham katta va keng bo'lgan holimiz, как fitness zal bo'lib yotibdi. Kameralarigacha uстановка qilingan. Endi sizga zelion zonasini ko'rsatamiz. Bitta uchastka qilish uchun pashta yarim umringizni yeb qo'yadi. To'g'ri qo'lingizda pulingiz bo'lsa, bir tuguncha ko'tarishingiz mumkin. Bu uchastkani ko'tarishga ancha-muncha mehnat qilganlar. Как magazin bo'lyapti, ko'ryapsizlar, to'liq stiklo qilib qo'yibdilar. Ana bular bizning zelion zonamiz. Narxi $95,000, barter xizmati mavjud. 6-mikrondan yangi domdan xonadon bo'lsa hisob kitobga olinadi. Ipoteka orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Manzil eslatib o'taman, manzil Buxoro tumani, Bog'odash mahalla fuqarolari yig'ini. Ba'zi bir jihozlar ketyapti, past 90% narsasi qolyapti. Gazdan, svetdan, suvdan hech qanaqa muammosi yo'q. Sizlardan bitta iltimosimiz, kanalimizni rivoj uchun bitta like bo'lib, obuna bo'lishni unutmang. Taklif bizdan, tanlov sizdan.